يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetke tehdit buluvatqan xatar ve krizislarning tertibi. Ümmet duch kelgan krizis haqida munozir qilinganda, ko'pincha yoshlarimiz xuddi bu krizislarning salmiqqa o'xshash darajadek oyga chiqmas munozirlarni qilishib ketadi. Asli ahvol undaq emas. Biz oqilona tahlil qilishni bilishimiz kerak. Chunki tahlil tafakkurning asosi. Tafakkur inson pozitsiyasining asosi. İnson pozitsiyasi bo'lsa, uning barliq ish harakatining asosidir. Shundaq bo'lgan ekan, ümmetke tahdid bo'layotgan xatarlarning tartibini belgilashda cho'qim bir o'lcham bekitib olishimiz lozim. Ey yoshlar, shuni unutmanglarki, har qanday bir temada tahlil yurgizmoqchi bo'lsanglar va yoki ma'lum narsa haqida ko'z qarashinglar so'ralsa, qaysi o'lcham bo'yicha so'rayotsan deb so'rashinglar kerak. Yoki bo'lmasa, "Ma'vu o'lcham bo'yicha mening qarashim mundaq" deb javob berishinglar kerak. Ammo hech qanday o'lchamni asos qilmasdan mutlaq javob berish umumiy masalalarga qaratilgan bo'lib, bu hech qanday masalani hal qila olmaydi. Ümmetke tahdid bo'layotgan xatarlarning tartibini belgilamoqchi bo'lsak, biz selishtiradigan o'lchamning turiga qarab farqli tartib maydonga keladi. Masalan, birinchi, agar biz xatarning tartibini jinoyat turini o'lcham qilib turib tahlil qilganimizda, jinoyatlarning darajasi o'xshash bo'lmaganligi uchun kelib chiqadigan xatarlarmi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, kishining qenini va yuz obro'yini to'kish, turmiga solash, turmushni qisib qo'yish va maoshni kamaytirish qatorliq aziyatlardan ko'p og'ir bo'ladi. Har ikkalisi xatar deb qaralgan bo'lsa-mu, qon to'kish va kishining obro'yini to'kishning salmiqi og'ir. Natijada kishining qenini va yuz obro'yini to'kkan kishiga beriladigan jinoyatmi og'ir bo'ladi. Demak, zolim, fosiq, mustabid hokimning jinoyati boshqa jinoyatlardan bekroq og'ir bo'ladi. Chunki u zolim hokim kishining qenini va yuz obro'yini to'kish qatorliq jinoyatlarga maydon hozirlab beradi. Demak, ummatning dushmanlariga ummatning qeni va yuz obro'yini to'kishda, ummatni kontrol qilib turishda yordam beradigan g'olchi tabiatlik insonlar zolim hokimlar bilan bir darajadadir. Shundaqla izzat hurmat talab qilib chiqqan xalqni xohlagancha bombardimon qilib qirg'in qiladigan qo'mondonlar albatta bularning beshidan o'rin oladi. Chunki bularning jinoyati intayin og'ir bo'lib, ular begunoh insonlarning qenini halol sanab qolgan. Hamda hech kimni ayirmasdan va hech qanday bir o'lcham bekitmasdan begunoh insonlarni o'ltiradigan terrorchilarning jinoyatimi intayin og'ir bo'ladi. Demak, bularning xatirining darajasi ular keltirib chiqargan jinoyatning turiga asosan o'xshash bo'lmaydi. Ikkinchi, xatarlarning tartibini jinoyatning hajmi va uning ta'siriga uchtirg'uvchilarning sonini o'lcham qilib turib tahlil qilganimizda, 100 minglagan kishini o'ltirgan va yuz obro'yini to'kkan kishi bilan bir qancha yillik qamoq jazosi berish yetarli bo'ladigan kishining jinoyati o'xshash bo'lmaydi. Demak, zolim qonxo'rlarning jinoyati va xatiri hammaning oldida turadi. Ummatni parchalab, o'zaro urush jidalga selib qo'ygan, hatto irqiy qirg'inchilik paydo qiladigan guruhvozlarning jinoyati va tashviqot vositalarida yarim yalang'och usul o'ynagan ko'rinishlarni va axloqsizlikni tarqitib
Müminlərning arasida fitna fasodning tarqalishini yaxshi ko'radigan va uni rag'batlantiradigan insonlarning jinoyati va xatarimi og'ir bo'ladi. 3. Xatarning salmiqini kelib chiqqan jinoyatning boshqalarni jinoyatchi qilib yetishtirishni o'lcham qilib turib tahlil qilganimizda faqat o'zini jinoyat qiladigan kishi bilan o'zi jinoyat sodir qilishdan boshqalarni ham jinoyatga yetaklaydigan kishining xatari o'xshash bo'lmaydi. Jinoyatchilarga imkoniyat yaratib beradigan va orqasida jinoyatchilarni meros qoldirib ketadigan qonxo'r zolimlar xatar tartibining oldingi safidan o'rin oladi. Hamda mustabidlikni qo'llaydigan xushomadchi olimning ta'siri o'zgili bo'lmasdan boshqalarga yetadi. Demak, fitna fasodni oshkora qilish jamiyatda texmi ko'p fitna fasod paydo qilib, axloqi zid jinoyatlarni sodir qilishga elib boradi. Hatto qotillik qilishga elib berishi mumkin. Natijada buningga sabab bo'lgan kishining eng cho'ng jinoyatchi ekanligida shak yo'q. 4. Xatarlarning tartibini, ichki xatarni o'lcham qilib turib tahlil qilganimizda, ummatni izib, qaloqlikqa qoldirishda zolim dushmanga g'olchilik qilib yordam beradigan kishining xatari intayin cho'ng bo'ladi. Xalq ichidagi dushmanlarga taslim bo'lgan hukumat amaldorlarining jinoyati ichki va tashqi xatar hisoblansa, bu yerda mundaq bir masala o'ttirg'a chiqadi. Xalqning mushu xatarlarga qarshi turishda qo'llanadigan qanday imkoniyat va tadbirlar bor? Agar harbiy qo'mondan xalqqa ega chiqqan bo'lib, xalqning yanida turmaydigan nachar bo'lib qolsa, umu eng cho'ng xatarni elib keladigan chilik hokimiyatning raisi va yordamchilaridan hisoblandi. Qisqasi, xatar va krizislarning rad tartibiga avval qarab chiqib, ondan hukm qilishimiz kerak.